Metro atrofidan bir xona, ikki xona qilingan mana shunaqa tayyor xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, Chilonzor 11-kvartal 29-domdan mana shunaqa chiroyli remontda yosh oila mazza qilib yashashi uchun yoki olib arendaga berib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga juda ham zo'r bitta xonadonimizni sotuvimizga chiqdi. Srochna agarda xonadonimizni narxi ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qiling. Chunki bilasiz, bunaqa bir xonali remontli xonadonimiz hadovoy bo'ladi, ko'p turib qolmaydi. Bu yog'imizni kvartiramizning gastiniy qismi. Xo'p, bu yog'imizda ko'rib turganingizdek TV zonamiz joylashgan, smart televizorlarimiz turibdi, divanli zonamiz. Buni ham bemalol spalni o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Ovqatlanish uchun stol va stullarga ham ega 33 kvadrat metr hamma sharoitda qilib qo'yilgan. Konditsionerlargacha qilib qo'yilgan xonadonimizni. Hop, 1,5 ga uchli balkonimizga ixchamgina qilib oshxonamizni chiqazilgan, ko'rib turganingizdek kuxonli mebel hamda texnikalar chiroyli qilib joylashtirilgan, gaz plitasi, mebelni, bu yog'imizda vitishkasi joylashgan, pastida moykamiz, xolodilniklarimiz qo'yib qo'yilgan, akva romli. Tashqi dvorni bitta ko'ring, shundoq oynadan qarasangiz, mana shunaqa yashil manzara, havoni tozalab shundoq kvartirangizga kirgizib turadi. Mana shu xonadonimiz sotilyapti. Etajimiz 4-etaji, 4-etaji. Hop, bu yog'imizni oldingi oshxona hozir mana shunaqa полноценный 2 kishilik spalni bo'lgan. Duh spalnilarimiz qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda o'zini shkafi bor. Bir xona uchun juda ham ideal planirovka bo'ladi mana shumizni. Hop, bu domni o'zidan ham ancha uy sotganmiz. Mana shu 29-domni o'zidan ancha uy sotganmiz. Почти yarmidan ko'pida arendatorlar turibdi $500 dan. Hop, glavniy kirib kelaverish eshigimiz Yevro montajlar qilingan. Prixoshkamiz chiroyli qilib qo'yilgan, chiroyli lyustrali, alohida sanuzellarimiz joylashgan. Bu yog'imizda hop dushovoy qismimiz, hop dushovoy qilingan yaxshi smesitellar turibdi, tosh oynalarimiz, qo'l uchun rakovina, bu yog'imizda kir yuvish mashinasi. Stena ko'rib turganingizdek polniy kafeldan chiqqan. Hop, bu yog'imizda esa hojatxona qismimiz, hojatxonasi ham polniy kafeldan chiqqan, hurmatli yurtdoshlarimiz. Ko'rib turgan shinam holatdagi 33 kvadratli Shohmet klinikasini shundoq yonginasida joylashgan katta yo'lli yuzi. Farxatskiy bozoriga ham yaqin, Chilonzor metroga ham yaqin, Jahon tillari universitetiga ham yaqin, kerakli hamma joyga yaqin. Olasiz, arendaga chiqasangiz bor-ku, arendatorda umuman muammo bo'lmaydi. Srazu bir kunni yoki 1 soat ichida arendaga uyni olib ketishadi. $500 dan qo'yib beramiz. Xonadonimizning narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizga $56.500 so'raymiz. Mana shunaqa chiroyli remonti tayyor bo'lgan xonadonimizga $500 daromad qilib o'tiraverasiz, olib turib arendaga berib. Agarda xonadonimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bilasiz, video pastdagi 6414 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kelib ko'rib, barakasini qilib, sraz notarius qilib, sraz kalitini olib, arendaga bersangiz yoki mazza qilib o'zingiz mana shunaqa shinam xonadonda yashashingiz mumkin. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar.